Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Mashhur san'atkorlar kelini hayotini ochiqchasiga aytib berdi. Zebo Navro'zovaning o'rtanchi kelini hali qonunan ajrashishga ulgurmay turib, turmush o'rtog'i uylanib olgani haqida gapirdi. Xumora Yo'ldosheva o'z Instagram sahifasida prямой efir qilib muxlislari bilan suhbatlashdi. U o'zining shaxsiy hayoti haqida gapirarkan shunday deydi: Biz qonunan ajrashmadik, ammo turmush o'rtog'im allaqachon uylanib bo'ldilar. Avval ikkala bolasini ham ko'rishga harakat qilmadi. Endi esa men ko'rsatmaslikka harakat qilyapman. Chunki bolalar ko'nikib bo'ldi faqatgina oyisi borligiga. Ular otasini unutdi. Yaqinda o'g'lim ona biz uchun faqat siz borsiz dedi. Bu ko'nglimga juda ag'ir botdi, ammo yosh turib katta hayotga farzandlarim qadam qo'ydi. Bunga albatta biz kattalar sababchimiz. Turmush o'rtog'im farzandlari uchun bir so'm sarflamaydi. Albatta alimentga berganman, ammo hali qaror chiqmadi. Ammo u kishining farzandlari, menimcha alimentni qarori chiqishidan avval farzandlaridan xabar olish kerak. Menga desa muhtojligim ham yo'q. O'zim brend kiyimlar kiyaman, farzandlarimga ham brend kiyimlar kiygizaman. Qayerga dam olishni xohlashsa olib boraman. Allohga shukr, qurbim yetadi. Hozirda kvartirada turibman. O'zimning otam 2 xonalik uy olib bergan. Ammo o'sha uyga ham meni qo'yishmayapti. Agar meni og'zim ochilsa ko'p narsalarni aytib tashlayman. Lekin keyingi gaplar meni sog'lig'imga to'g'ri kelmaydi. Men farzandlarim uchun o'zimni asrashim kerak. Agar hamma yo'qni ochiqchasiga aytsam, dedi degan gaplar ko'payadi. Buni men ko'tara olmayman, sog'lig'im yomonlashib qolishi mumkin. Bundan faqatgina farzandlarim jabr chekadi. Hozirda turmush o'rtog'im tarafdan hech qanday yordam va muloqot yo'q. Menimcha shunisi ham tinchgina yaxshi. Chunki orada har xil demagan gap-so'zlarim aylanib ketyapti, deydi Xumora. Zebo Navro'zova doimo o'rtanchi kelinini maqtab kelgan. U uning birinchi kelini hisoblanadi. Shohruxxondan avval ukasi uylangan. Xumorani sevib qolgan va buni onasiga ochiqlagandan so'ng Xumorani olib bergan. Zebo Navro'zova o'zi ham tan olgan. Birinchi kelinim bo'lgani uchun hamma xarakterimni shu qizga ko'rsatganman. Ammo sabriga rahmat, hamma injiqliklarimni ko'targan va ko'nglimdagidek kelin bo'ldi, deb intervyularida ta'kidlagan Zebo Navro'zova. Xumora Yo'ldosheva bir necha yillab og'ir vazndan qiynalgan. Oshqozon kichraytirish operatsiyasini boshidan o'tkazgan. Shundan so'ng ideal darajadagi ozg'inlikka erishgan. Ammo hayoti butunlay o'zgarib ketganini aytadi. Hozirgi asosiy daromadi makiyaj sohasidan va blogerlikdan ham ozgina daromad qilishini yashirmadi. Aziz muxlis, kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. O'z fikr va izohlaringizni kommentariyalarda kutib qolamiz.